Salom hammaga, sizlar bilan yana Asa Gaming. Bugungi videoda PUBG Mobile'dagi barcha yangiliklarni ko'rib chiqamiz. Videoni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Unda sizlarni ko'p kuttirmasdan qani ketdik. Birinchi sezon boshlanishidan oldin PUBG Mobile shunchaki o'yin bo'lgan. Asosiy va yagona karta faqat Erangel kartasi bo'lgan. O'yinchilar soni ham juda kam bo'lgan. O'yinning grafikasi juda past bo'lgan va qotishlar juda ko'p bo'lgan. Va 03 yangilanishdan grafikalarni oldingidan nisbatan ancha yaxshilagan va unga mashinani otib portlatsa bo'ladigan funksiyalar qo'shilgan. Va 05 yangilanishda Miramar kartasi bilan ikkinchi sezon Royal Pass qo'shildi. Va 09 sezon 2018-yil keldi. Unda faqatgina tungi rejim qo'shildi. Menimcha bu paytlar juda qiziq bo'lgan ekan. Tundagi otishlar juda qiziq bo'lsa kerak. O'sha paytdagi lobbilar ham hozirgi lobbilar bilan bir xil narxda bo'lgan ekan. Keyinchalik esa 09.5 bilan 0.10 versiyalari keldi. Bunda hech qanday yangilanishlar kelmadi, lekin o'yinchilar soni ko'payib bormoqda. 2019-yil 0.11 versiyasi keldi. Bunga esa qanaqadir zombilar bilan otishlar qo'shilgan ekan. Birozdan so'ng 0.11.5 versiyasi qo'shildi. Miramar kartasiga yangi mashina qo'shildi. Aytgancha, PUBG Mobile'ga 2018-yil 11-sentyabrda Sanok kartasi rasmiy yangilanishda qo'shildi. 2019-yil 0.12 versiyasi keldi. Unda ham qanaqadir zombilar bilan otishadigan joylar bor ekan. 0.12.5 versiyasida yangi qurol bilan personajlarni almashtirsa bo'ladigan funksiya qo'shildi. 0.13 versiyada Arena kartasi qo'shildi. Va shu bilan birga yangi Weekend kartasi ham qo'shildi. Va Weekend kartasiga yangi mashina va yangi arbalet quroli qo'shildi. Keyingi 0.14 versiyada hamma sevib o'ynagan Victor personaji qo'shildi. Keyingi 0.15 yangilanishda harbiy zonalar qo'shildi. Shu bilan birga vertolyot, tank va mashina uchun yoqilg'ilar qo'shildi. 0.15 versiyasida hamma bilgan Sara, qush va yangi event kartasi qo'shildi. PUBG Lite o'ynaganlar bo'lsa, bu joylar PUBG Lite eslatoradi. PUBG Lite'da birinchi va oxirgi event kartasi mana shu bo'lib qolgan. 2020-yil 0.17 versiyasi keldi. Bu versiyada faqatgina metka berish tugmasi bilan o'yinchilarning ovozini ko'tarish va tushirish funksiyalari qo'shildi. 0.18 versiyada vintovka quroli qo'shildi va 0.9 versiyada hamma yoqtirib o'ynaydigan Livi kartasi qo'shildi va PUBG Mobile'ga 90 FPS bilan grafika nastroykalari qo'shildi va 2020-yil 1.1 versiyada Metro Royale qo'shildi. 2021-yil 1.3 versiyasi keldi va o'yinga Karakin kartasi qo'shildi. Karakin kartasida sirli joylar, o'qotar devorlar bor edi va shu bilan birga qizil zonasi ham bor edi. Va yana qo'shilgan narsalar devorli to'siqlar va samolyot qo'shilgan. Va 2021-yil 1.4 versiyasida Godzilla va King Kong zonalar qo'shildi. Va shu bilan birga PUBG Mobile'ga yangi funksiya qo'shildi va 1.5 versiyasida uy derazalariga oynalar qo'ya boshladi va shu yangilanishda yangi pulemyot ham qo'shildi. Yangi 1.7 versiyasida qanaqadir personaj odamlar qo'shildi va sherigini ko'tarib oladigan funksiyalar qo'shilgan. Va 2022-yil yanvarda O'rgimchak odam 1.8 versiyasiga kirib keldi va shu bilan birga otganda avtomatik metka chiqadigan bo'ldi. Va 2022-yil 1.9 versiyasida yangi event kartalari qo'shildi va shu bilan birga sherigini ko'tara oladigan yangilanish qo'shilgan va yana marketni ham qo'shib qo'yishgan. Va ikkinchi yangilanishda qanaqadir o'zga sayyoralik robotlar qo'shilgan va 2.1 versiyada hamma yoqtirgan Fraun qo'shilgan. Shu bahonada Xoid Fraunni ham qaytarishgan. 2.2 yangilanishida yangi Nusa kartasi qo'shilgan va unga pulli zapravka va mashina yukxonalari qo'shilgan. 2.3 versiyada futbol event kartasi va yangi qurol qo'shishgan va 2023-yil iyulda 2.7 yangilanish keldi. Bu yangilanish qanaqadir animeshnik bo'lib keldi va PUBG'ga biroz o'zgarish kiritdi va noyabrda 2.9 versiyasi keldi. Bunda event kartasi muzdan yasalgan va qiziqarli event kartasi bo'lib keldi. Va keyingi yangilanishimiz 2024-yil yanvar oyining 3 versiyasi keldi. Unga o'qlardan himoya qiladigan qilich qo'shildi. 3.1 versiyasiga o'zingizda uyingizda qura oladigan yangilanishlar qo'shildi. 3.2 versiyada qanaqadir robot versiyalari qo'shildi. Bu ham o'yinda qiziqarli versiyalardan bo'lib qolgan. 3.3 versiyasida suvlik event bo'lib kelgan edi. Bu versiyada PUBG Mobile Poseidon Xoidlarni qaytargan edi. 3.4 yangilanishda esa Ultimate Royale qo'shildi. Buni ham xuddi rang ko'targandek ko'tarilar ekan. 3.5 versiyalarida Muz ajdarho qo'shildi. 3.6 versiyasida Autoscores knopkasi qo'shildi va shu bilan birga Drift knopkasi ham qo'shildi. Event kartalaridan esa qanaqadir bir panda qo'shilgan edi. 3.7 versiyasida Rondo degan karta qo'shildi. PUBG Mobile 7 yillik yubiley bo'lganligi munosabati bilan bu kartani chiqargan. Event kartasi esa shu ko'rinishda bo'lib keldi va unga kamon quroli qo'shildi. Keyingi versiyada mashina uchun shinalar qo'shildi. Ya'ni mashinangizning baloni yorilsa
shinalarni almashtirishingiz mumkin bo'ladi. 3.8 versiyasida esa poyezd eventlari qo'shildi va to'r yangilanishda Erangel, Livik va Rondo degan kartalarga yangilanishlar keldi. To'g'risi buni nomini bilmayman. Ya'ni shu yangi qurol bo'lib keldi. Va shu bilan birga uni bunday yachiklarni ko'tara oladigan funksiya qo'shildi. Event kartasi esa qish uchun qorli event bo'lib keldi. Asosan pingvinlar. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Videomiz yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Sizlar bilan Asa Gaming bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.